Hammaga avvalambor assalomu alaykum hurmatli treyderlar. Bugun 10 dollardan 150 ming dollargacha challenge'imizni 16-kuni. Bugun ham take profit olishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasam savdoni boshlaymiz. Xudo xohlasa 10 dollardan 150 ming dollargacha challenge'imizni mana 16-kuniga ham yetib keldik. Bu kunga yetish чистый oson bo'lmadi. 2 marta balansimiz minusga kirib chiqdi. Bugun xudo xohlasa inshaalloh hozir Bitcoin'da savdo qilamiz bugun. Bugungi kun yakshanba bo'lganiga deb sizlar bizni kuzatib boringlar, xudo xohlasa ishonchinglarni oqlayman va bugun ham take profit olaman. Bugungi foyda maqsadim menimcha 2 dollar bo'lsa kerak. Bugun 16-kun. Bugun ham 2 dollar ekan foyda maqsadi. Mana bo'lsa savdoni boshlaymiz. Qolgan kadrlarni tezlashtirgan kadrda olaman. Shu balansim qancha ko'tardim, qancha foyda bo'ldi, qancha zarar bo'ldi, hammasi shu tezlashtirilgan kadrda bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yinglar, kuzatishda davom etinglar. Mabodo men bilan birga savdo qilmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimga o'tib olinglar. Telegram kanalim shu profilimda ham bor. Shu videoda описаниесiga ham qo'yib qo'yaman. Telegram kanalim, Instagramim hammasi bor. Просто sizlar kuzatib, meni поддержка qilib tursanglar, billah xudo xohlasa hammamiz foydaga chiqamiz. Mana Xudoga shukr, savdoni ham tugatib oldik. O'zi bu ikkinchi olayotgan videoyim, chunki ayrim sabablarga ko'ra mikrofon ishlamay qoldi. Bundan oldingi videoda mikrofon ishlamay qoldi. Hozir boshqatdan olyapman. Mana ko'rishinglar mumkin. Ko'rmayapsizlar. Mana meta. Meta qanday narsani oladi? Hep mana ko'rishinglar mumkin. Mana analizimiz Allohga shukr o'xshab berdi. Bu to'g'ri tushunasizlar. Mana men sabrim yetmasdan, mana meta hozir bozor meta ketadi. Mana shu oq liniyani chap tarafida ketyapti. Men mana shu yerda yopdim. Mana shu yerda yopdim. Mana ko'rinmayotgan bo'lsa, mana hozir yana ko'rsataman. Mana shu yerda yopdim.
bozor bitta tushib turib, yana ko'tarib turib, yana tushyapti. Allohga shukr, analizim o'xshashini bilardim, sabrim yetmadi mani. Sabrim yetmasdan chetga yopib qo'yardim. Mani foyda maqsadim mana ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda o'zi mana. Ko'ryapsizlar-a? Bitta oz ko'rsatgan joyidan yopildi, tepaga chiqib turib pastga tushdi. Mana foyda maqsadim $2 edi. Men $5 9 sent foyda oldim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu nimani ichida, videoning ichida strategiyam o'rgatib ketdim. U o'rgatgan strategiyam Telegram kanalda, Telegram kanaliga kirsalaring, cho'tki strategiya o'rgatib ketganman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa, inshaalloh $10 da $150,000 ham qilamiz. Mana $107 bo'lgan. Men bilan savdo qilmoqchi bo'lganlar, billa savdo qilmoqchi bo'lganlar, strategiya zo'ralik, moshiniy strategiya o'rganmoqchi bo'lganlar, shu mana YouTube kanalimning profiliga o'tsalaring, shu Telegramim, Instagramim, TikTokim bor. Ashlarga kirib podpiskani tas bosib tashlasalaring, ichida hamma yoqda o'rgataman xudo xolasa. Birga xudo xolasa inshaalloh katta marralarda zabt etamiz. Foydalarni ham yoramiz, bozorda bankrot qilamiz. Yo, bozorda bankrot qila olmaymiz-ku, lekin bozorda qulatishga harakat qilamiz. Men har doim bozorga qarshi ishlayman, bilsalaring. Bozorga har doim qarshi ishlayman. Bozor uptrendda ketayotgan bo'lsa, downtrendga, downtrendda ketayotgan bo'lsa, uptrendga ishlayman. Shuning uchun men bilan birga ishlaydiganlar bo'lsa, xudo xolasa, obuna bo'lib qo'yinglar, kuzatishda davom etinglar. Inshaalloh katta marralar zabt etamiz. Haligida aytganimdek. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat.